bo'lsangiz, ikkinchi darsimizda to'qishga kerak bo'ladigan nakitsiz chokni to'qishni o'rgataman. Buning uchun bizga har doimgidek guruchok va ip kerak bo'ladi. Demak, barcha narsalaringiz tayyor bo'lsa, darsni boshladik. To'qishimizni har doimgidek birinchi tugun olishdan boshlaymiz. Agar birinchi darsimizni ko'rgan bo'lsangiz, u yerda batafsil ko'rsatilgan. Demak, tugun olamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan 10 ta zanjir olaman. Xohlasangiz undan ko'proq zanjir olsanglar ham bo'ladi. Demak, ketdik. 1 2 3 4 5 6 9 10. Mana men 10 ta zanjir oldim. Ana endi har doim eslab qolinglar. Har doim masalan 10 ta zanjir kerak bo'lsa, har doim bitta qo'shib to'qish shart. Mana 10 ta, endi 11-sini to'qiyman. Mana endi 11 ta zanjir bo'ldi. Bu nimaga? Chunki biza bu ruchasiga yetganda petli podiyom hisoblanadi. Mana har doim 11-petli podiyom. Ya'ni biza to'qiganimizda masalan har doim mana bunisiga to'qiymiz. Mana shu uchun qisqarib ketmasligi uchun har doim bitta ko'paytirib to'qish kerak. Zanjir sanayotganda bu mana bu to'qilmagan hisoblanmaydi. Har doim to'qilgan zanjir sanaladi. Demak, to'qishni boshladik. Demak, mana bu eng oxirgi to'qiganim 11-si petli podiyoma, ya'ni bu chokimiz qisqarib ketmasligi uchun to'qiladigan chok. Qolganlarida mana bu ikkinchisidan boshlab to'qiymiz. Mana ana endi to'qishni boshlaymiz. Mana aytganimdek 11-si petli podiyoma, chokimiz qisqarib ketmasligi uchun to'qiladigan chok va eng oxirgisi 10-chokdan to'qishni boshlaymiz, nakitsiz chokimizni. Demak, mana bunga to'qmaymiz, keyingisiga ko'rinib turibdi. Mana bu ikkinchisi. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda 3 ta ip bo'ladi. Mana eng tepasidagi, o'rtasidagi va tagidagi mana. Biz eng tepasidagi ipga qirg'izamiz kurchogimizni. Mana. Endi ip olamiz va chiqazamiz. Mana chiqazganingizda mana bu ikkinchi zanjir bu bilan teng bo'lishi kerak. Agar katta bo'lib ketsa, bu bo'shashib qoladi. Agar tor bo'lsa, qisqarib, zich bo'lib qoladi. Shu sababli mana o'rta me'yorda bir xil qilib tortamiz. Keyin birlashtiramiz. Mana eng birinchi nakitsiz chokimiz hosil bo'ldi. Keyingisi mana ko'rib turibsiz, bu zanjir to'qilgan zanjir. Mana endi keyingisi mana ko'rinib turibdi. Va mana shu yerda e'tibor berishingiz mumkin. Mana eng tepasida ip ajralib turibdi. Mana shu ipni ichiga kurchogimizni qirg'izamiz. Qirg'izdik. Ip olamiz, chiqazamiz. Mana bir xil bo'ldi, bir xil bo'lishi kerak uzunligi. Keyin esa birlashtiramiz. Mana ikkinchi zanjir, ikkinchi nakitsiz chok hosil bo'ldi. Keyingisi mana to'qidik, ana endi keyingisiga qirg'izamiz. Mana eng tepasidagi ipga. Mana qirg'izganingizdan keyin tagida ikkita ip o'tgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. O'zingiznikida. Mana qirg'izdik. Ip olamiz, chiqazamiz. Ikkita bo'ldi. Ana endi birlashtirdik. Mana birlashtirdik. Ana endi keyingisiga qirg'izamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana eng tepasidagi ip. Bitta ajralib turadi. Shuni qirg'izamiz. Ip olamiz va tepaga chiqaramiz. Ikkita bo'ldi. Mana ikkita bir xil, uzunligi ham. Endi shuni birlashtiramiz. Mana bizda 4 ta nakitsiz chok hosil bo'ldi. Mana 1 2 3 4. Yana shuni shu tarzda davom etamiz. Keyingisiga yana qirg'izamiz. Bu to'qildi, bu to'qilmagan. Mana shu yerga qirg'izamiz. Ip olamiz.
ikkita bo'ldi va birlashtiramiz. Buni to'qish juda ham oson, eng sodda, faqatgina mana bu zanjirlarni to'qigandan keyin hammasi bir tekis, bir xil bo'lishi kerak. Bittasi kengroq, ya'ni bo'shroq, bittasi torroq bo'lib qolsa, to'qigan narsalar unaqa chiroyli chiqmaydi. Ana endi keyingisiga chok to'qiymiz. Mana buni to'qib bo'ldik, ana endi keyingisi. Tepadagi ipga kirgizamiz kurchog'imizni. So'ng ip olamiz va chiqazamiz. Faqatgina kurchoq bilan to'g'ri ishlashi bilsanglar bo'ldi. Mana endi birlashtiramiz. Mana bo'ldi. Keyingisiga xuddi shu tartibda davom etamiz. Kurchog'imizni kirgizamiz, ip olamiz va chiqazamiz. Birlashtiramiz. Yana kirgizamiz, ip olamiz, chiqazamiz. Bir xil bo'ladi uzunligi, keyin birlashtiramiz. Keyingisiga ham birlashtiramiz. Mana oxirgi ikkita chok qoldi. Ikkita zanjir, mana 1, 2. Oxirgisi tugun. Demak, mana eng oxirgisini to'qib oldik. Bo'ldi. Mana bu esa tugun edi, u hisoblanmaydi. Mana bo'ldi. 10 ta zanjir hosil bo'ldi. Bir tekis mana ko'rishingiz mumkin. Orqa taraf. Bu orqa taraf ko'rinishi mana. Sizlarda ham xuddi shunaqa chiqqan bo'lsa, xursandman. Ana endi ikkinchi qatorga qanaqa qilib o'tiladi? Har doim birinchi qator tugatganingizdan keyin bitta zanjir olamiz. Petla podiyoma, chokimiz qisqarib ketmasligi uchun. Mana bitta olamiz, chap tarafga qaytaramiz. Mana bu petla podiyoma, chokimiz qisqarib ketmasligi uchun oxirgi olingan zanjir va mana eng oxirgi 10-chokni to'qigan joyimizdan yana davom ettiramiz. Mana bu birinchi qator edi. Mana. Ana endi o'sha eng oxirgi chok ustiga to'qiymiz. Mana bu zanjir. Ana o'shani ustiga to'qishimiz kerak. Xuddi shu tartibda ip olamiz va birlashtiramiz. Mana ikkinchi qatori birinchini ikkinchisi choki. Keyingisiga ham xuddi shunaqa mana. Orasini davom etsanglar teshik bo'ladi. Mana shu zanjir ustiga yana ikkinchi chok to'qiymiz. Kirgizamiz, ip olamiz, chiqazamiz. So'ng esa birlashtiramiz. Mana ikkinchi zanjir, uzun ikkinchi chok. Keyingisiga yana mana bu birinchi chok ustiga ikkinchisini tushiramiz. Keyingisiga har bitta mana teshiklarning ichiga chok so'qishimiz kerak. Ko'rinib turibdi teshik. Mana shu teshikka qilamiz. Yarim bo'lib qolmasa, mana bir xilla shoshib bundoq to'qib qo'yish mumkin. Bunaqa to'qish kerak emas. Har doim bitta chok to'qib bo'lgandan keyin bundoq qarab qo'yinglar. Qayerda xato bor yoki qanaqa to'qiladi deb. Mana hammasiga xuddi shunaqa tartibda to'qib chiqamiz. Va birlashtiramiz. Mana oxirgi mana 3 ta chok qoldi. Ularni ustiga to'qiymiz. Ko'rinib turibdi. Keyingisi mana bo'ldi.
va eng oxirgisi. Eng birinchi to'qigan birinchi qatoridagi chok. Mana qirg'izdik. Ana endi birlashtiramiz. Mana bo'ldi. Ikkita qatorimiz tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Ana endi o'ng bilan chap orqasini qanaqa farqiga borish mumkin mana. Birinchi qator. Ko'rsanglar, mana shunaqa ko'rinishda edi mana. Orqa tarafi esa naborot kresk shaklida bo'ladi. Bu orqa taraf hisoblanadi. Mana shundan farq qilsanglar bo'ladi. Mana shu o'ng taraf. Demak, 3-qatorga o'tish uchun ham har doimgidek yana petli podъем, ya'ni bitta zanjir olamiz. Mana endi qaytarib yana shu tartibda to'qib ketamiz mana. Bunga emas, mana shunga eng birinchisi. Qolib ketmasin mana shu birinchisi. Mana shunga to'qiymiz. Va yana xuddi shu tartibda to'qishda davom etamiz. Mana xuddi shunaqa bir tekis chiroyli chiqarishga harakat qilinglar. Mana yana keyingisi, mana buni to'qib oldik, ko'rishingiz mumkin. Keyingisiga to'qib ketaveramiz. Mana qolgan choklarni o'zida to'qib qo'ysanglar bo'ladi. Va shu tartibda yana davom etamiz. Qo'linglar o'rganguncha 2-3 martalab to'qib ketaveringlar. Tezroq to'qishga harakat qilaman bu safar. Va mana eng oxirgi chok. Mana bittasiga kirgizdim. Endi boshqadan keyin kirgizaman. Mana. So'ng birlashtiramiz. Eng oxirgi chok va mana eng oxirgi chokni to'qib bo'ldim. Ana endi yana yangi qatorga o'tish uchun yana bitta zanjir petli podъем olaman. Va yana qaytarib ushbu tartibda mana bu yerga to'qib, hammasiga to'qib ketaveraman. Oxirgi yetkazganda esa mana hozir ko'rsataman. Oxiriga yetkazganinglarda kesasizlar. Keyin mana bitta zanjir olib birlashtirasizlar. Ya'ni oxirgi tugum. Mana bo'ldi. 3 qatorli nakitsiz chokimiz hosil bo'ldi. Sizlar qo'linglar o'rganguncha yana ko'proq qator to'qib ketaveringlar. Agar qanaqadir yana savollar yoki tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin.